Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Istanbulga kelmasa sanksiyalarni kuchaytirish kerak deydi Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya va Ukraina muzokaralar olib boradigan Istanbulga safar oldidan Kiyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara olib borishga harakat qilayotganini aytdi. Biz bu uchrashuv bo'lishi uchun hamma narsani qilamiz. Agar Putin haqiqatan ham nafaqat jurnalistlarda, balki real hayotda uchrashga tayyor bo'lsa va keyin rahbariyat darajasiga biz o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishish bilan narsani qilamiz. Chunki aynan u bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar olib borishimiz kerak. Chunki buni faqat u hal qiladi, deydi Zelenskiy. Ukraina prezidentining so'zlariga ko'ra, Kiyev AQSh prezidenti Donald Trampga Istanbuldagi muzokaralarga qo'shilishni taklif qilgan. Men Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining qarorini bilmayman, lekin har holda agar u o'z ishtirokini tasdiqlasa, bu Putinning uchib kelishiga qo'shimcha turtki bo'lardi deb o'ylayman, deydi Zelenskiy. Ukraina prezidenti yana Kremlning urushni tugatish istagiga ishonmasligini aytdi. Uning fikricha, Putin o't ochishni to'xtatish yoki biror bir muzokarani istamaydi va Zelenskiy bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara qilishdan qo'rqadi. Zelenskiy agar Putin Istanbulga uchmasa, Ukraina ittifoqchilaridan eng kuchli sanksiyalar paketini kutayotganini aytdi. Ukraina prezidentining so'zlariga ko'ra, Putinning Istanbulga kelmasligi uning urushning tugashiga tayyor emasligini namoyish qilishning yakuniy nuqtasi bo'ladi.